Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi 3-darsingizda men Miss Nilufar hamrohlik qilaman. Bugungi darsimiz ikkita mavzuga bo'lingan. Birinchi mavzu raqamlar. Raqamlarni eng sodda bir xonalisidan boshlab murakkabigacha qanday to'g'ri yozish va o'qilishini o'rganamiz. Ikkinchi mavzuyimizda esa it olmoshu yordamida qanday qilib vaqt va sanalarni bildirishni o'rganamiz. Daftar va ruchkangiz tayyor bo'lsa, birinchi mavzuyimizdan boshlaymiz. Demak, ekranda ko'rib turganingizdek, eng sodda bir xonali raqamlardan boshlaganman. Men o'qiyman, siz esa men bilan birga qaytarasiz. 1 1 2 2 3 3 4 4 ahamiyat bering. 4 ni aytayotganimizda R harfini talaffuz qilmaslikka harakat qilamiz. Aksincha, tilimizni tanglayimizga yaqinroq olib kelib 4 deymiz. Qaytaring 4. Davom etamiz. 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9. Demak, endi ikki xonali sonlarga o'tadigan bo'lsak, 10 10 11 11. Ahamiyat bering. 11 emas, 11. 12 12 12 12 emas, 12. Juda soz. Endi e'tibor bersangiz, 13 dan boshlab 19 gacha barcha sonlarimizning oxirida teen qo'shimchasi bo'ladi. Sizlarga eslab qolish uchun osonroq bo'ladi. Demak, misol uchun 13 ni oladigan bo'lsak, 13 yoki 15, 15, 19, 19. Buni yodlab olishingiz juda ham oson bo'ladi. Endi ahamiyat beradigan bo'lsangiz, 20 dan 90 gacha bo'lgan sonlarda ham oxiri bir xil ketadi, ya'ni y harfi bilan. Mana 20 ni ko'radigan bo'lsak, 20. Lekin inglizlar og'zaki so'zlashuvida 20 so'zidagi oxirgi t ni talaffuz qilishmaydi odatda. Shunda nima hosil bo'ladi? 20. 20. Very good. Demak, davom etadigan bo'lsak, deylik 30 bo'ladigan bo'lsa, 30. 40, 40. Shunday davom etib ketamiz 90 gacha. Shunda 90 bizda 90 bo'ladi. 90. Shu nuqtada sizda savol tug'ilishi mumkin. Qanday qilib 23, 56, 83 shu kabi ikki xonali o'nliklar va birliklari ikki xil bo'lgan sonlarni qanday qilib yozish va aytish mumkin? Bu juda ham oson. O'zbek tilida qanday aytgan bo'lsangiz, ingliz tilida ham xuddi shunday bo'ladi. Mana 24 misolida ko'radigan bo'lsak, shunchaki 20 va 4 ikkala sonni birlashtirsangiz bo'lgani. Shunda bizda 24 hosil bo'ladi. Lekin eslab qolishingiz kerak bo'lgan kichik bir qoida shundan iboratki, shu kabi ikki xonali sonlarni yozayotganingizda o'rtasida albatta chiziqcha bo'lishi shart. Endi davom etadigan bo'lsak, 3 xonali sonlarda, ya'ni yuztaliklar bo'ladigan bo'lsa, ildizida bizda 100 so'zi bo'ladi. 100. Agar mingtaliklar bo'ladigan bo'lsa, 4 xonali sonlar, unaqa holatda bizda 1000 bo'ladi sonimizning ildizida. Keling, tushunishimiz osonroq bo'lishi uchun bir nechta misollarni ko'rib chiqsak, yuztaliklar, ya'ni 3 xonali sonlarni oladigan bo'lsak, 100 sonini ko'ramiz. Demak, ko'rib turganingizdek, bizda bir raqami bor. O'sha bir raqamini shunchaki ingliz tiliga o'girib, undan keyin 100 so'zini qo'ysangiz bo'lgani. Shunda bizda 100 hosil bo'ladi. 100 yoki 500 sonini oladigan bo'lsak, bu yerda ham biz 5 ni 5 dedik. 5 dan keyin shunchaki 100 so'zini qo'ysak, bizda 500 hosil bo'ladi. Bu ingliz tilida shunda 500 bo'ladi. 500, 500. 500. Juda soz. Keling endi 105 raqamini ko'ramiz. Boya aytib o'tganimdek, o'zbek tilida raqamlar qanday aytilsa, ingliz tilida ham xuddi shunaqa aytiladi, ya'ni sinflarga bo'lingan holatda. Bu aslida juda ham oson. 105 misolida ko'radigan bo'lsak, 105 yoki deylik 230. Ko'rib turganingizdek, 230. Xuddi shuni ingliz tiliga shunchaki tarjima qilsangiz bo'lgani. 2 100 100 30 30.
230. Juda soz. Endi agar siz 10 mingtaliklarni ingliz tilida aytmoqchi bo'lsangiz, shunchaki 1000 oldidan 10 ni qo'ysangiz bo'lgani. Shunda bizda 10 ming 10,000 bo'ladi yoki 20 ming bo'ladigan bo'lsa, shunchaki 20 va 1000 ni birlashtirgan bo'lamiz. Shunda bizda 20 ming 20,000 bo'ladi. Qaytaramiz 20,000. Juda soz. Demak, agar siz 100 ming demoqchi bo'lsangiz, buni ingliz tilida 100,000 deysiz. Lekin agar 1 million demoqchi bo'lsangiz, 1 million deysiz. 1 milliard ingliz tilida juda ham oson. Xuddi 1 millionga o'xshash, faqatgina bitta harf o'zgaradi. Shunda 1 billion bo'ladi. 1 milliard ingliz tilida 1 billion. 1 billion. Very good. Endi keling tushunishimiz undanda yaxshiroq bo'lishi uchun yana bir nechta misollarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, 19 ni boya o'rgandik. 19. 38. Bu ham juda oson. Shunchaki 30 sonini va 8 sonini ingliz tilida olib, o'rtasiga chiziqcha qo'yib aytsak bo'lgani. Shunda bizda 38 38 bo'ladi. Inglizlar tez talaffuz qilishganda 38 deyishadi. 38. Juda soz. Davom etamiz. 97. 90 raqamini olamiz, 7 raqamini olamiz, o'rtaga chiziqcha qo'yib, birlashtirsak 97 bo'ladi. Shunda bizda 97 bo'ladi. 97. Endi 3 xonali sonlarga o'tadigan bo'lsak, 563. Juda ham oson, shunchaki sinflarga bo'lib olamiz. 500, 500, 63, 63. Endi birlashtiramiz. Shunda bizda 563 hosil bo'lyapti. Very good. Davom etamiz. 398. 398. Buni tarjima qiladigan bo'lsak, 300 bizda 300 bo'ladi. 98 98. Ahamiyat bering, chiziqcha qolib ketish kerak emas. Shunda birlashtiradigan bo'lsak, 398 hosil bo'lyapti. Keyingi misolimiz 876. Ya'ni buni bo'lib chiqadigan bo'lsak, 876. Buni ingliz tilida 876 bo'lyapti. Birlashtirilgan holatida esa 876. Juda soz. Endi 4 xonali sonlarga o'tadigan bo'lsak, 1570. Bu yerda bizda 1000 va 100 so'zlari ildizlar bor ekan. Demak, 1000, 1000, 500, 500, 70, 70. Endi birlashtiramiz. 1570. Davom etamiz. Navbatdagi sonimiz 8436. 8436. Endi buni ingliz tiliga tarjima qilamiz. 8436. Xo'p, endi buni birlashtiradigan bo'lsak, 8436 bo'ladi. Endi esa biroz murakkabroq ko'rinsa-da, aslida juda ham oson raqamlarga ham o'tamiz. 25320. 25000. Shunchaki 25 ni olamiz va 1000 ni qo'shamiz. Shunda bizda 25,000. 25,000. 320. 320. Shunda birlashtirganimizda bizda 25,320 bo'lyapti. Endi oxirgi sonimizga yetib keldik. 255,000. Buni bo'lib chiqadigan bo'lsak, 200. 200, 55, 55, 1000. Endi birlashtiramiz. 255,000. Endi esa navbat sizga keldi. Ko'rib turganingizdek, ekranda bir qancha sonlarni keltirganman. Videoni pauzaga qo'yib, daftaringizga albatta har bitta sonni yozma ko'rinishini yozib chiqing va talaffuz qilib ko'ring. Keyin esa biz sizlar bilan to'g'ri javobini birga tekshiramiz. Tayyor bo'lsangiz, keling birga tekshiramiz. Demak, 23. 23. Sizda ham shunday chiqdimi? O'rtada chiziqchani unutmadingiz degan umiddaman. 36. 36.
36. Uchinchi misolimiz 65 ekan. 65. 65. Chiziqchani unutmadingiz degan umiddaman. Endi 3 xonali sonlarga keldik. Keling tekshirib ko'ramiz. 487. 487. Sizda ham shunday chiqdi degan umiddaman. 4 xonali songa kelibmiz. 5476. 5476. Oxirgisida ikkita sonning o'rtasida chiziqcha bor. Demak, navbatdagi sonimiz 15260. 15,260 va so'nggi misolimiz 160,000. 160,000. Umid qilamanki, javoblaringiz meniki bilan bir xil chiqdi va shu nuqtada raqamlarga ajratilgan mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Lekin uyga vazifalarda juda ham ko'p og'zaki va yozma mashqlar berilgan. Albatta hammasini bajarib ko'ring va kundalik hayotingizda albatta raqamlarni ingliz tilida xayolingizga tarjima qilib yurishga harakat qiling. Oddiy misol, do'konga kirsangiz, biror narsa xarid qilganingizda sizga shu xaridingiz nech pul bo'lganini aytishadi. Shuni xayolan ingliz tiliga tarjima qilib oling o'zingiz uchun. Shunda raqamlarni eslab qolishingiz yanada osonroq bo'ladi. Endi esa sizlar bilan biz ikkinchi mavzuyimizga o'tamiz. Demak, it olmoshi yordamida sanalar vaqtlarni bildirishni o'rganamiz. Kundalik hayotda juda ham ko'p uchratadigan savollarimiz bular: bugun qaysi kun, bugun qaysi sana yoki bugun qaysi oy. Va shu sababdan hozirgi mavzuyimizni shu kabi savollarni ingliz tilida berishni o'rgatishdan boshlamoqchiman. Demak, birinchi bugun qaysi kun, ya'ni haftaning qaysi kuni deb savol berishdan boshlaymiz. Bu ingliz tilida what day is it bo'lar ekan. What day is it? What day is it? Ko'rib turganingizdek, javobimiz it olmoshi bilan boshlangan. Undan so'ng albatta fe'l kelishi kerak. Bu holatda is to be fe'li ishlatiladi. Birinchi mavzuda albatta to be fe'lini ishlatilishini o'rgangansiz. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, bugun qaysi oy degan savol ingliz tilida what month is it bo'lar ekan. What month is it? What month is it? Juda soz. Bunga javoban deylik, hozir aprel demoqchi bo'lsangiz, it is April deysiz. It is April. Takrorlang. It is April. Ajoyib. Agar hozir qanday yil deb so'ramoqchi bo'lsangiz, albatta bu biroz kamroq uchraydigan savol bo'ladi. Buni ingliz tilida what year is it deb savol bersangiz bo'ladi. What year is it? What year is it? Juda soz. Bunga javoban hozir 2024-yil demoqchi bo'lsangiz agar, it is 2024 desangiz bo'ladi. It is 2024. Endi esa bugun qanday sana deyishni ingliz tilida o'rganamiz. Ahamiyat bering, bu biroz farqli bo'ladi. Demak, what is the date today? What is the date today? Qaytaring. What is the date today? Bugun qanday sana? Bunga ikki xil ko'rinishda javob bersak bo'ladi. Birinchisi, it is the 15th of May. It is the 15th of May. Ikkinchi ko'rinishida yilni ham qo'shib aytsangiz bo'ladi. Shunda it is May 15th, 2024 bo'ladi. Qaytaramiz. It is May 15th, 2024. Juda soz. Endi esa soat necha bo'lganini ingliz tilida so'raymiz. Buni ikki xil ko'rinishda so'rasangiz bo'ladi. Daftaringizga albatta ikkalasini ham yozib oling. Birinchi ko'rinishi bu what time is it? What time is it? Qaytaramiz. What time is it? Ikkinchi ko'rinishi what is the time? What is the time? Ahamiyat bering, ikkinchi ko'rinishida is to be fe'lidan keyin the artikli keladi. Bu aniq artikl haqida keyingi darslarimizda albatta o'rganib olamiz. Yana bir marta qaytaramiz. What is the time? Endi buni tezroq aytadigan bo'lsak, what is the time? What is the time?
Juda soz. Endi esa keling soat necha ekanini ingliz tilida aytishni o'rganamiz. Buning ikki xil ko'rinishi bor. Birinchi ko'rinishi siz soatda nechini ko'rsangiz, xuddi shunday qilib aytish bo'ladi. Ya'ni soatda siz 9:30 ni ko'ryapsiz. Xuddi shunday 9:30 deysiz yoki 10:45. 10:45 deb aytamiz. Lekin ikkinchi ko'rinishida xuddi o'sha 9:30 ni biz 9:30 deymiz yoki 10:45 ni 15:11 deb aytamiz. Endi ingliz tilida xuddi shu ikkita ko'rinishini qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Demak, o'sha raqamli ko'rinishi bizda 9:30 demoqchi bo'lsak, shunchaki 9 va 30 raqamlarini aytamiz xolos. Shunda bizda it is 9:30 kelib chiqar ekan. It is 9:30. Buni agar inglizlar kabi tezlashtirilgan holatida aytmoqchi bo'lsak, it is 9:30 bo'ladi. It is emas, it is. It is. It is 9:30. Juda soz. Keling endi ikkinchi ko'rinishiga e'tibor qaratamiz. Ekranda ko'rib turibsiz, bizda past va to so'zlari mavjud. Past o'zbek tilida o'tdi deb tarjima qilinadi. Ya'ni nima demoqchiman? Deylik 9 dan 15 daqiqa o'tdi demoqchi bo'lsak, o'shandagi o'tdi so'zi bizda ingliz tilida past deb tarjima qilinar ekan va to. To so'zi bizda o'zbek tilida takam. Ya'ni 15 takam 10 demoqchi bo'lsak, to qo'shimchasidan foydalanar ekanmiz. Keling misollarni ko'rib chiqamiz. 5 dan 10 daqiqa o'tdi demoqchi bo'lsak, ingliz tilida buni 10 past 5 deymiz. Bitta qoidani albatta eslab qoling. Bunaqa ko'rinishida biz doim daqiqani birinchi aytamiz, keyin esa soat keladi. Shunda 5 dan 10 daqiqa o'tdi demoqchi bo'lganimizda biz birinchi daqiqani aytamiz, ya'ni 10, keyin past qo'shimchasini qo'shamiz va 5 soatni aytamiz. Shunda 10 past 5 bo'ladi. Yanada tushunarliroq bo'lishi uchun keyingi misollarni ham ko'rib chiqamiz. 8 dan 20 daqiqa o'tdi. Buni ham ko'rib turganingizdek, birinchi daqiqani olamiz. Shunda bizda 21 bo'lib keladi. 20 keyin past so'zini qo'shamiz, ya'ni bu o'tdi. 8 dan 8. 20 past 8. Buni tezlashtirilgan ko'rinishida og'zaki nutqda 20 past 8 deymiz. 20 past 8. Qaytaring. 20 past 8. Juda soz. Navbatdagi misol 5 ta kam 6. Bu yerda ham 5, ya'ni daqiqa birinchi keladi. Shunda bizda 5 takam 2 6 6. Shunda birlashtirganimizda 5 to 6. 5 to 6. Va so'nggi misolimiz 15 takam 1. Buning ingliz tili tarjimasi 15 to 1. 15 to 1. Qaytaramiz. 15 to 1. Very good. Endi esa navbat mashqlarga keldi. Videoni albatta pauzaga qo'ying va daftaringizga erinmasdan har bitta soatni yozib chiqishga harakat qiling. Ikki xil ko'rinishda ham. Va biz keyin sizlar bilan tekshirib olamiz. Tayyor bo'lsangiz, javoblarni tekshiramiz. Xo'sh, 3:25. Birinchi ko'rinishi 3:25. 3:25. Ahamiyat bering, bu yerda 25 o'rtasida chiziqcha bo'lishi kerak. Ikkinchi ko'rinishida esa o'zbek tilida bu 3 dan 25 daqiqa o'tdi deyiladi. Buni ingliz tilida biz 25 past 3 deyishimiz kerak bo'ladi. 25 past 3. Umid qilamanki, sizda ham shunday chiqdi. Keyingi misol 5:16. Buning birinchi ko'rinishi qanday ko'rgan bo'lsak shunday aytilishi 5:16. 5:16. Ikkinchi ko'rinishida 5 dan 16 daqiqa o'tdi deyishimiz ingliz tilida 16 past 5. 16 past 5. Navbatdagi sonimiz 8:40 ekan. Buni 3 xil ko'rinishida sizga hozir keltiraman. Balki siz ham shunday yozgandirsiz. Birinchisi bu, shu qanday ko'rsak shunday aytilishi, ya'ni 8:40, 8:40. 8:40. Ikkinchi ko'rinishi esa 8 dan 40 daqiqa o'tdi bo'ladigan bo'lsa 40 past 8. 40 past 8. Endi yana bir ko'rinishi esa 20 takam 9 bo'ladi. Shunda biz buni 20 to 9 deymiz. Ya'ni 20 takam 9. 9 ga 20 daqiqa qoldi bo'ladi.
20 to 9. Very good. Davom etamiz. Navbatdagi soatimiz 7:14 ekan. Demak, buni birinchi ko'rinishi 7:14 bo'ladi. 7:14. Ikkinchi ko'rinishi esa 14 past 7. Birinchi bo'lib daqiqa, keyin past, ya'ni o'tdi va soat. 14 past 7. Juda soz. Keyingi soatimiz 6:38. Buni birinchi ko'rinishi 6:38. 6:38. Ikkinchi ko'rinishi esa 38 past 6. 38 past 6. Va so'nggi misolimiz 10:50. Birinchi ko'rinishida 10:50. 10:50. Juda ham oson. Keyingi ko'rinishini ikkiga bo'ldim. Birinchisi bu 10dan 50 daqiqa o'tdi deyilishi, ya'ni bu ingliz tilida 50 past 10 bo'lar ekan. 50 past 10. Ikkinchisi esa 10 takam 11. Shunda bu ingliz tilida 10 to 11 bo'lar ekan. 10 takam 11. 10 to 11. Qaytaramiz. 10 to 11. Very good. Soatlarga doir kichik bir lug'at bermoqchiman. Buni lug'at daftaringizga yozib, albatta yodlab oling. Ekranda ko'rib turganingizdek, bu chorak va yarim so'zlarimizning tarjimasi ekan. Demak, chorak ingliz tilida quarter deb tarjima qilinadi. Quarter. Salgina R harfini tilimizni orqaga qaytarib talaffuz qilishga harakat qilamiz. Quarter emas, quarter. Quarter. Juda soz. Endi yarim, half. Half. Half emas, L harfi talaffuz qilinmaydi. Half. Half. Very good. Pastda ikkita misol ko'rib turibsiz. Birinchisi 2:15, ya'ni 2dan chorak vaqt o'tdi demoqchi bo'lsak, quarter past 2 deymiz. Quarter past 2. Ikkinchi misolimizda esa 5:30, 5:30 demoqchi bo'lsak, buni ingliz tilida half past 5 deymiz. Half past 5. Endi esa sizlarga yana ko'proq misollar keltirganman. Soatlarning ikki xil ko'rinishda aytilishi. Birma-bir hozir bularni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi soat 10. Birinchi ko'rinishida it is 10 o'clock. It is 10 o'clock. Tez aytilganda it is 10 o'clock. It is 10 o'clock. Yoki shunchaki it is 10 desangiz ham bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek. Ikkinchisi 8:30. Buni birinchi ko'rinishida 8dan 30 daqiqa o'tdi yoki 8:30 bo'ldi demoqchi bo'lsak, it is half past 8 deymiz. It is half past 8. Ikkinchi ko'rinishida esa it is 8:30. It is 8:30. Very good. Navbatdagi sonimiz 7:15 ekan. Buni birinchi ko'rinishida 7dan chorak vaqt o'tdi demoqchi bo'lganmiz. Shunda ingliz tilida bu it is quarter past 7 bo'lar ekan. It is quarter past 7. Ikkinchi ko'rinishi shunchaki 7:15 ning ingliz tilidagi tarjimasi. It is 7:15. It is 7:15. Navbatdagi soat 10:45. Bunda 11 bo'lishiga chorak vaqt qoldi deyilgan birinchi misolda. Bu ingliz tilida it is quarter to 11 bo'lar ekan. It is quarter to 11. Good. Ikkinchi misolimizda esa shunchaki 10:45 ni ingliz tiliga to'g'ridan to'g'ri tarjima qilingan holati. Demak, bu ingliz tilida it is 10:45 bo'lar ekan. It is 10:45. Excellent. Davom etamiz. 5:20. Birinchi ko'rinishida 5dan 20 daqiqa o'tdi deyilgan. It is 20 past 5. It is 20 past 5. Siz ham qaytarib ko'ring. It is 20 past 5. Good. Ikkinchi ko'rinishida esa shunchaki 5:20 ni to'g'ridan to'g'ri tarjima qilingan. It is 5:20. It is 5:20. Va so'nggi misol 4:50. Buni birinchi ko'rinishida 10 takam 5 deyilgan. Shunda ingliz tilida bu it is 10 to 5 bo'lar ekan. It is 10 to 5. Good. Va ikkinchi ko'rinishi
shunchaki to'g'ridan to'g'ri 4:52 ni ingliz tiliga tarjima qilingani. It is 4:50. It is 4:50. Keling endi qanday qilib 24 soatlik vaqtda emas, balki o'sha siferblatdagi 12 soatlik vaqtda ingliz tilini qanday qilib soat necha bo'lganini aytishni o'rganamiz. Demak, ko'rib turganingizdek, bizda kunduzgi vaqt ham, kechki vaqt ham bir xil bo'ladi. Ya'ni kunduzgi soat 1 va kechki soat 1 ni ham bir xil yozishimiz mumkin. Shunda biz AM va PM so'zlardan foydalanamiz. Bizda AM kunduzgi vaqtni belgilab beradi, PM esa kechki vaqtni belgilab beradi. Ya'ni PM ni biz qachon ishlata olamiz? Soat 12 dan kechki vaqtga qarab ketish oralig'ida va tungi 12 gacha bo'lgan vaqtda biz PM ni ishlata olamiz. Va tungi 00 dan boshlab obeddagi 12 gacha biz AM dan foydalanamiz. Keling endi tushuntirgan qoidamni misollarda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi 8 AM. Bu ertalabki soat 8. 8 PM bu kechki soat 8 bo'ladi yoki o'sha 24 soatlik vaqtda agar belgilamoqchi bo'lsak 20:00 deb yozib qo'yishimiz mumkin. U holatda bizga PM kerak emas. Lekin agar shunchaki 8:00 deb biz kechki vaqtni nazarda tutmoqchi bo'lsak, PM ni qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Navbatdagi misol 12 PM. Bu kunduzgi 12, ya'ni obeddagi vaqtimiz bo'ladi bizni 12:00. 12 AM esa bizda tungi 12 bo'ladi. 24 soatlik vaqtda bu 24:00 ga teng bo'ladi. Lekin agar biz 24:00 deb yozsak, boya aytib o'tgandek, bizga AM ni qo'yish shart emas, faqatgina 12 soatlik siferblatda vaqtni aytmoqchi bo'ladigan bo'lsak, AM dan foydalanamiz. Endi keling kichik bir testni bajarib ko'ramiz. Ekranda ko'rib turganingizdek, sizda ikkita dialog bor va ularning pastida javoblar keltirilgan. Shularning ichidan to'g'ri javobni topishingiz kerak bo'ladi. Videoni pauzaga qo'yib, albatta daftaringizga yozib oling, keyin birga tekshiramiz. Bajarib bo'lgan bo'lsangiz, keling birgalikda tekshiramiz. Demak, birinchi dialogda bizda savol tushirib qoldirilgan va berilgan variantlarning ichidan siz to'g'risini tanlashingiz kerak edi. Mening javobim quyidagicha. What time is it? What time is it? Sizda ham to'g'ri chiqdi degan umiddaman. Bunga javoban it is 9 o'clock deyilgan. It is 9 o'clock. Ikkinchi dialogda esa berilgan soatni inglizcha to'g'ri tarjimasini topishingiz kerak edi. Mening javobim quyidagicha. It is 8:30. It is 8:30. Balki sizda it is 7:30 bo'lgandir, lekin bu xato. Sababi it is 7:30 ning tarjimasi 7:30 bo'ladi. Ya'ni 30 da kam 8 deb tarjima qilinadi. Soatlar ingliz tilida qanday bo'lishini bilib oldik. Endi esa hafta kunlari, oylar va yillar ingliz tilida qanday aytilishini birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, hafta kunlaridan boshlaydigan bo'lsak, dushanba ingliz tilida Monday deyiladi. Monday. Qaytarib ko'ring. Monday. Seshanba Tuesday. Tuesday. Tuesday emas. Tuesday. Chorshanba Wednesday. Wednesday. Payshanba Thursday. Thursday. Juma Friday. Friday. Ahamiyat bering. Friday emas. Friday. Friday. Shanba Saturday. Saturday. Yakshanba Sunday. Sunday. Ajoyib. Endi esa oylarni ingliz tilida qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Yanvar January. January. Qaytaring. January. Fevral February. February. Mart March. March. April April. April. Takrorlab ko'ring. April. April. May. 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 Iyun. June. June. Birozgina jag'imiz oldiga harakatlanadi. June. Iyul.
July, July. Avgust, August, August, August. Sentabr, September, September. Qaytarib ko'ring. September. Oktyabr, October, October. Noyabr, November, November. November emas, V harfini birozgina yumshoqroq qilib talaffuz qilishga harakat qiling. November. Va dekabr, December, December. Judayam yaxshi. Endi esa yillarni ingliz tilida aytishni o'rganamiz. Keling, birinchi 1900 dan boshlanadigan yillarni ko'rib chiqadigan bo'lsak. Misol uchun 1995 demoqchi bo'lsangiz, qarang. 19 ni alohida aytasiz, 95 ni alohida aytasiz. Shunda sizda 1995 bu ingliz tilidan tarjima qilinganda 1995 bo'ladi. Keyingi misolimizda 1988. Buni ham 19 ga alohida 88, ya'ni o'rtasidan 2 ga ajratib aytamiz. Shunda bizda 19 88 88 bo'ladi. O'rtada chiziqchani unutmang. Demak, endi navbat 2000 larga keldi. Misol uchun 2001 demoqchi bo'lsangiz, o'zbek tilida qanday aytsangiz, ingliz tilida ham xuddi shunday aytiladi. 2000 va 1. 2000 ingliz tilida 2000 bo'ladi va 1 1. 2001. 2001 yoki 2009 demoqchi bo'lganimizda 2000 va 9. 2009. 2009. 2009. Endi ahamiyat bering, 2000 va undan u yog'i bo'ladigan yillarda biz ikki xil ko'rinishda aytsak bo'ladi. Keling, birma-bir ko'rib chiqamiz. Misol uchun 2011. Birinchi ko'rinishida siz shunchaki o'rtasidan bo'lib 20 va 11 ni alohida aytsangiz bo'ladi. Buni ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. 20 20, 11 11. Shunda 2011 hosil bo'ladi, 2011. Ikkinchi ko'rinishi esa boya aytganimdek, o'zbek tilida qanday bo'lsa, ingliz tilida ham shunday aytiladi, ya'ni 2011 mi? Demak, ingliz tilida ham 2011 deyiladi, ya'ni 2000, 2011, 11. Shunda bizda 2011 hosil bo'lar ekan. Qaytarib olamiz. Birinchi ko'rinishi 2011 bo'ladi. Ikkinchi ko'rinishi 2011 bo'lar ekan. Navbatdagi misolimiz 2015. Buni ham keling ikkita ko'rinishga bo'lib ko'ramiz. Birinchisi o'rtasidan bo'lib ikkita son qilib aytish. 2015. Tez aytganimizda 2015. Ikkinchi ko'rinishi 2000. 2015, 15. Shunda 2015 hosil bo'lar ekan. Va so'nggi misolimiz 2023. Birinchi ko'rinishi ikkita songa bo'lib olamiz. Shunda 20, 20, 23, 23, 23. Birlashtirganimizda 2023 bo'lar ekan. 2023. Ikkinchi ko'rinishida esa 2023. 2000 ingliz tilida 2023, 23. Birlashtiramiz 2023. Endi esa keling kichik bir mashqni bajaramiz. Har doimgidek videoni pauzaga qo'ying va quyidagi gaplarni tarjima qiling. Keyin birga tekshiramiz. Tarjima qilib bo'lgan bo'lsangiz, keling birgalikda tekshiramiz. Demak, birinchi gapimiz bugun qaysi kun? Payshanba. Xo'p, what day is it? It is Thursday. Tezlashtirilgan ko'rinishida what day is it? It is Thursday. Ikkinchi gapimiz bu yil qaysi yil? 2023. What year is it? What year is it? It is 2023 yoki 2023. Very good. Va oxirgi gapimiz bugun qaysi sana? 25-may. What is the date today? It is the 25th
of May yoki it is May 25th. Xo'sh, shu nuqtaga qadar sizlar bilan hafta kunlari, soatlar, oylar va yillarni o'rganib chiqdik. Endi esa keling, ularning har biri qaysi predloglar bilan ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Sababi har bittasi uchun alohida predlog ishlatilishi kerak. Demak, soatlar va vaqtlar bilan boshlaydigan bo'lsak, bizga at predlogi kerak bo'lar ekan. Birinchi misolni ko'radigan bo'lsak, mening darsim soat 2 da. My lesson is at 2 o'clock. My lesson is at 2 o'clock. Navbatdagi misolimiz, men tunda uyda bo'laman. I am at home at night. I am at home at night. Va so'nggi misol, bizning tadbir dam olish kunlarida bo'ladi. Dam olish kunlari ingliz tilida weekend deyiladi. Qaytaring, weekend. Very good. Endi ingliz tilidagi tarjimasi buni. Our party is at the weekend. Bu yerda ham ko'rib turganingizdek at predlogi mavjud. Navbatdagi predlogga o'tadigan bo'lsak, on predlogi. Ushbu predlog hafta kunlari bilan asosan ishlatiladi va lekin agar siz sanani va oyni birgalikda aytmoqchi bo'lsangiz, misol uchun 5-noyabr. Bunaqa holatda ham on predlogini ishlatasiz, lekin agar oyning o'zini aytmoqchi bo'lsangiz, shunchaki noyabr demoqchi bo'lsangiz, unda boshqa predlog ishlatiladi. Demak, keling misollarni ko'rib chiqamiz. Mening darsim dushanba kuni bo'ladi. My lesson is on Monday. My lesson is on Monday. Ikkinchi misolimizni ko'radigan bo'lsak, men chorshanba kuni ketaman. I leave on Wednesday. I leave on Wednesday. So'nggi misolimiz esa boya aytib o'tganimdek, sana va oy birgalikda ishlatiladigan ko'rinish bo'ladi. Mening tug'ilgan kunim 5-noyabrda. Buning tarjimasi My birthday is on the 5th of November. Juda soz. Endi navbatdagi predlogimiz in predlogi ekan. Bu predlogni boya aytganimdek, shunchaki oyni o'zini, ya'ni aniq bir sanani qo'shmasdan turib ishlatsangiz, in predlogi bilan ishlatasiz. Mana misol, mening tug'ilgan kunim noyabr oyida. Bu yerda men sanani aytib o'tmadim, ya'ni 5 demadim. Shunda my birthday is in November. Shunchaki in November bo'ladi. Agar sanani ham qo'shganimda, unda on predlogidan foydalangan bo'lar edim. In predlogini biz shuningdek yillar oldidan ishlatar ekanmiz. Mana misolda ko'rib turganingizdek, the election is in 2024. Ya'ni saylov 2024-yilda bo'ladi. Va quyidagi 3 ta kun qismlarida ham siz in predlogidan foydalanasiz. Birinchisi, my classes are in the morning. Mening darslarim ertalab, kunning birinchi qismi. My classes are in the afternoon. Mening darslarim tushlik vaqtidan so'ng. Va oxirgisi, my classes are in the evening. Mening darslarim kechki vaqtda. Boya ahamiyat bergan bo'lsangiz, tunni men at predlogi bilan ishlatdim. Bu bir istisno holati sifatida qabul qiling va shunchaki yodlab olishingiz kerak. Endi esa keling, soat nechidurdan nechidurgacha biror narsa bo'ladigan holatda qanday so'zlardan foydalanishni o'rganamiz. Demak, biz bunaqa holatda from va to so'zlardan foydalanar ekanmiz. To ni biz until bilan almashtirsak bo'ladi. Ikkalasi bir xil teng ma'noga ega. Demak, misollarda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi misolimizda mening maktabim soat 9 dan 12 gacha. Buni ikki xil ko'rinishda aytsak bo'ladi. Birinchisi, my school is from 9 a.m. to 12 p.m. Ikkinchi ko'rinishi, my school is from 9 a.m. until 12 p.m. Bu ikkita gapning ma'nosi bir xil bo'ladi. Navbatdagi misolimiz, mening pianinodan oladigan darslarim 1 dan 2 gacha. Birinchi misolimizda, our piano lessons are from 1 p.m. until 2 p.m. Ikkinchi misolda esa, our piano lessons are from 1 p.m. to 2 p.m. Ikkala gaplar ham teng ma'noga ega gaplar hisoblanadi. Agarda siz mening darslarim soat 9 dan 12 gacha bo'lgan oraliqda demoqchi bo'lsangiz, between va and so'zlaridan foydalansangiz bo'ladi. Keling misollarda buni ko'rib chiqamiz. Birinchi misolimiz, my classes are between 9 a.m. and
12 p.m. Mening darslarim 9 va 12 oralig'ida bo'ladi. Navbatdagi misolimiz The meeting is between 3 p.m. and 5 p.m. Uchrashuv soat 3 va 5 vaqt oralig'ida bo'lib o'tadi degan ma'noda keladi. Endi keling, ushbu predloglarni mustahkamlab olishimiz uchun kichik bir mashq bajaramiz. Ekranda ko'rib turganingizdek, sizga 4 ta gap berganman. Videoni pauzaga qo'ying va gaplarni tarjima qilishga harakat qilib ko'ring. So'ng biz birgalikda javobini tekshiramiz. Xo'sh, demak, bajarib bo'lgan bo'lsangiz, endi keling birgalikda tekshiramiz. Birinchi jumlamiz quyidagicha ekan. Mening darsim kechki soat 5 da. Buning tarjimasi My lesson is at 5 p.m. Sizda ham at predlogi bo'ldi degan umiddaman. Navbatdagi misolimiz konsert kechki soat 7 da. The concert is at 7 p.m. Sizda ham bu yerda at predlogi bo'ldi degan umiddaman. Keyingi misolimiz Your meeting is at 12 p.m. Bu yerda ham at predlogi ishlatilgan va so'nggi misolimiz tug'ilgan kun bayramim kechki soat 8 da. My birthday party is at 8 p.m. Bu yerda ham ko'rib turganingizdek at predlogi ishlatilgan. Boshqa predloglarga misollar qayerda desangiz, ularning hammasi uyga vazifangizda berilgan. Hammasini bajarib ko'rganingizdan so'ng sizda albatta avtomatik ravishda predloglarni to'g'ri kerakli joyda ishlata olish qobiliyati shakllanadi. Shu yerda siz bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Umid qilamanki, bugungi darsdan o'zingiz uchun juda ham manfaatli bilimlarni oldingiz. Uyga vazifalarni bajarishda sizlarga omad tilayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha see you.